Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana hozir Besharqdan kelgan hoji bolalarimiz inshaalloh Ro'za-i Mutahharaga kirishlik uchun mana shoshilib ketishyapti. Alloh u yerda qilayotgan duolarini, ibodatlarini o'zi qabul aylab, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eng chin ummatlardan bo'lib qiyomatda shafoatlardan nasibador bo'lishlikdek ulug' ne'mat bilan sharaflansinlar inshaalloh. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravza-i muboraklariga ham yetib keldik inshaalloh. Mana hoji bolalarimiz mana startda turishibdi inshaalloh. Hozir mana vaqtimiz bo'lishligi bilan ravza-i muborakka kirib duolar, ibodatlar qilib, gunohlarimizni kechirishligini va yaqinlarimiz barcha biz ko'nglimizga yaqin bo'lgan insonlarni chaqirib, bu yerlarda duoyi xayrlar qilamiz. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyim bilan minbarim o'rtasida bir jannat bog'laridan bir bog' bordir deganlar. Shu bog'larda kirib inshaalloh duo qilishlik ulug' ne'matga musharraf bo'lib turibmiz inshaalloh. Alloh xayrli va barakotli qilsin. Bu yerda qilayotgan duolarimizni ijobat aylab, har ikki dunyo saodatimizga o'z musharraf qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shafaatlariga noil aylasin.